Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 7-yanvar chorshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-2 daraja sovuq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Var oyi uchun prognozlarga ko'ra birinchi 10 kunlikda yog'ingarchilik kuzatilishi ehtimoli kam. Ikkinchi 10 kunlikda harorat pasayib boradi, deyiladi xabarda.